Demak, bugun sizlar bilan biz soatlarni qanday qilib aytilishini o'rganamiz. Demak, birinchi o'rinda soatni qanday qilib so'rashimiz mumkin? Vaqtni, ya'ni vaqtni qanday so'rashni o'rganamiz. Demak, what time is it now? Soat nechi bo'ldi degan. What time is it now degan soat nechi bo'ldi. Demak, soat nechi bo'ldi deb savol bergan paytda siz albatta javob berasiz. Demak, har bitta inson, hayvon, narsa uchun o'zini ma'lum bir olmoshi bor. Mana misol uchun o'g'il bola uchun he bo'lsa, qiz bola uchun she bo'lsa, albatta soat uchun it bo'ladi. Demak, mana misol uchun biz soat 1 bo'ldi deb rovni aytmoqchi bo'lsak, 1:00 bo'lsa, misol uchun biz shuni qanday aytamiz? Albatta soatni aytish uchun biz it ni ishlatamiz. It is 1 o'clock deb aytamiz. Is 1 o'clock. Soat 1 bo'ldi degani. It is 1 o'clock degani soat 1 bo'ldi degani. Demak, endi aniq biz soat 1:00 da любой soatni ровно bo'lsa, xuddi shunaqangi holatda aytamiz. Misol uchun 2 bo'ldi desak agar, it is 2 o'clock, it is 3 o'clock, it is 5 o'clock deb aytishimiz mumkin. Agar misol uchun boshqacharoq qilib aytadigan bo'lsakchi, boshqa nimalarni vaqtlar aytadigan bo'lsakchi, mana misol uchun biz birdan 10 minut o'tdi demoqchi bo'lsak, qanday ishlatamiz? Demak, xuddi shuni biz 2 holatda yoki 3 holatda aytishimiz mumkin. Misol uchun, biz o'zimizni tilimizda soat 1:10 deb aytamiz. To'g'rimi? 1:10 deb aytamiz. Yoki 10 minut o'tdi, birdan deymiz. Mayli, 1 demaylik shuni, boshqa raqamni aytaylik. Misol uchun 8:10 deylik. Mana misol uchun 8:10 deylik. Demak, 8:10 da birinchi o'rinda 8:10 deb aytamiz. It is 8:10. Demak, bu 8:10 deb aytyapman. Bo'lsa qanday bo'lsa, shu holatda o'zbek tilida ham aytishimiz mumkin. It is 8:10, ya'ni 8:10 deb aytyapman. Endi ikkinchi holati, bu mana birinchi holati bo'lsa, hozir buni alohida qilib ko'rsatay. Demak, bu birinchi holati bo'lsa, endi buni ikkinchi holatini qilib ko'rsataman. 8:10 ni, ya'ni mana 8:10 ni, demak biz ikkinchi holatda aytamiz. Demak, 10 minut o'tdi 8 dan deyishimiz mumkin. 10 minut o'tdi 8 dan deyishimiz mumkin. Demak, o'tdi degan ingliz tilida past deyiladi, ya'ni aytamiz it is 10 past 8. Ya'ni 10 minut o'tdi 8 dan deb aytyapman. Demak, qaraymiz, shu yerda o'zida yozib ketaman. Past degani o'tdi degani. O'tdi degani. O'tdi degani. Ya'ni past degan o'tdi degani. Demak, biz bu yerda ikki xil holatda aytib chiqdik. 8:10 degan it is 8:10 yoki it is 10 past 8 dedik. Ya'ni 10 minut o'tdi 8 dan. 10 minutes deb aytsak ham bo'ladi shu yerda. Xato bo'lmaydi. Shu yerda mana minutes deb qo'shib ketaylik. Mana minutes deb qo'shib ketdik. Endi qarang, 10 minutes past 8. Biz uni it is 10 past 8 desak ham xato emas, it is 10 minutes past 8 desak ham xato bo'lmaydi. Tushunarli? Endi keyingisiga o'tamiz. Endi 15 ni ko'rib chiqamiz. Demak, ingliz tilida 15 minut degan narsa bor. 15 minut. 15 minutes
ya'ni 15 minut degani. 15 minut degani quarter bilan teng. Chorak deganida. Demak, 15 minut degani quarter degani, ikkalasi bir xil narsa. Endi yana buni aytaman. Misol uchun, qarang. Biz ikki xil holatda ishlatishimiz mumkin. 15 minutes past bilan quarter past ikkalasi bir xil narsa. Tushunarli? Ya'ni 15 minut o'tdi degani bilan quarter past bir xil narsa. Ya'ni 15 minut quarter degani bir xil narsa. Ikkalasini farqi yo'q. Xohlasangiz 15 minutes past deng, xohlasangiz quarter past deb ayting. Ikkalasini farqi yo'q. Mana misol uchun ko'rib chiqamiz. Bizga 9:15 deb aytamiz. 9:15 deb aytamiz. Birinchi o'rinda biz 9:15 deb o'zini o'zbek tilida qanday aytilsa, shu holatda ishlatamiz. It is 9:15 deb aytamiz. 9:15 deb aytamiz. 15. Demak, bu 9:15 bo'ldi. Endi biz xuddi shu holatni endi 15 minut o'tdi 9 dan deb aytamiz. Mana it is 9:15 bu birinchi holati. Ya'ni birinchi holati. Biz uni ikkinchi holatini ko'rib chiqamiz. Mana ikkinchi holatni ko'ramiz. Endi aytamiz 15 minut o'tdi 9 dan deb aytamiz. Demak, it is 15 minutes desak ham bo'ladi, demasak ham bo'ladi. 15 past 9. Ya'ni 15 minut o'tdi 9 dan bo'lyapti. Endi uchinchi holatni ko'rib chiqamiz. Bu bilan, demak, bolalar, bu bilan teng. It is quarter past 9. Bir xil narsa. Tushunarli? Demak, it is 15 past 9 degani 15 dakam 9 degani. It is quarter past 9 degani 15 dakam debman, sorry. 15 minut o'tdi 9 dan degani. Tushunarli? Demak, bu 15 past 15 minut o'tdi, quarter past ham 15 minut o'tdi degani. Demak, bir xil narsa. Demak, biz buni 3 xil holatda ko'rib chiqdik. Demak, davom etamiz. 9:15 dedik. Endi bizda 30 minutni ko'ramiz. Demak, ingliz tilida 30 minut bor. 30 minut degani ingliz tilida half past degan ekan bolalar. Demak, bu yarim soat o'tdi, yarim soat o'tdi degani, half past degani 30 minutes bilan half past ikkalasi bir xil narsa bolalar, bir xil. Demak, half deganda bu yerda soatga nisbatan yarimi deganda aynan soatlarimiz 60 sekunddan iborat bo'lgani uchun, bir soatimiz 60 minutdan iborat bo'lgani uchun bizda yarimi 30 minut hisoblanadi bolalar. Aynan soatga nisbatan 30 minut bo'ladi. Atak boshqa sonlarga nisbatan biz ham har doim 30 minut bo'lib deya olmaymiz. Masalan, 1000 ni yarim 500. Xuddi shuni biz faqatgina soatga doir masalan ko'rib chiqyapmiz. Demak, 30 minutes degani half past degani. Demak, yarim soat o'tdi. Demak, 30 minutes past deymiz buni ham. Chunki 30 minut o'tdi deb aytyapmiz. Demak, endi qaraymiz. Bu yerda 9:30 ko'rib chiqamiz ekan. Demak, 9:30 birinchi o'rinda 9:30 deb aytamiz. It is 9:30. Demak, bu 9:30 bo'ldi bolalar. It is 9:30, 9:30. Demak, bu birinchi holatni ko'rib chiqyapmiz hozir sizlar bilan. Mana birinchi holati bo'ldi bu. Endi keyingi holatni ko'rib chiqamiz. Ikkinchi holatni ko'ramiz. Demak, endi aytamiz 30 minut o'tdi 9 dan deb aytamiz. Demak, aytamiz it is, albatta it is bo'lishi shart, chunki uni usiz iloji yo'q aytishimizda. It is 30 minut o'tdi deb aytamiz. It is 30. Demak, 30 past
9. Buni ham 30 minutes past 9 desak ham bo'ladi, xato bo'lmaydi. Вообще-то 30 past 9 desak maqsadga muvofiq bo'ladi. It is 30 past 9. Ya'ni 9dan 30 minut o'tdi, 9dan bo'lyapti. Endi xuddi shuni biz yana aytishimiz mumkin. It is mana qilamiz hozir. Demak it is quarter past 9 bo'ladi. Ya'ni qaranglar bolalar, quarter degan, quarter deb ham half bo'ladi. Quarter deb ham half bo'ladi. Half past 9 bo'ladi. Ya'ni yarim soat o'tdi, 9dan bo'ladi. Bir xil narsa. Tushunlaring, demak half past degan 30 past degani bir xil narsa. Endi yana boshqa narsa ko'rib chiqamiz. Ya'ni misol uchun endi bolalar ko'rib chiqadigan narsamiz 9 ni ko'rib chiqaylik. Demak 9:40. Bolalar birinchi o'rinda buni qanday aytamiz? Demak biz buni birinchi holatni, ya'ni birinchi holatda 9:40 deb aytamiz. It is 9:40. 9:40 bo'ldi. Ko'rdingizmi? Endi ikkinchi holati esa buni ikkinchi holati bo'ladi bizda 9:40 ni biz 9:40 ni 40 minut o'tdi 9dan deb aytamiz. It is 40 past 9. Ya'ni 9dan 40 minut o'tdi 9dan bo'lyapti. Demak, mana ular ajrataylik. Buni ham ajratamiz. Bu yoqdan ajrataylik. Bu yoqdan ajratamiz ekan buni. Demak, mana ko'rib chiqamiz. Demak, it is 40 past 9, 40 minut o'tdi 9dan dedik. Bolalar, endi o'zbekchasiga aytganda 9:40 degani 10 ga 20 minut yetmayapti degan ma'nosi ham bor. Ya'ni 20 takam 10 degani ham bor ekan demak. Demak, ko'rib chiqamiz bolalar. Agar soatni nazar tutadigan bo'lsak, mana shu yerdan yozsam bo'ladi. Sal pastroqdan. Qaraymiz bolalar. Mana misol uchun soat nazar tutadigan bo'lsak, 25 takamgacha biz aytishimiz mumkin takam deb. Demak, 25 takamgacha biz mana 25 takamgacha biz ishlatib olishimiz mumkin. 25 takam. Ya'ni 25 takamgacha biz soatlarni ishlatishimiz mumkin. Mana misol uchun qarang. Endi takam nima degani? Takam degani bolalar, masalan, pastni mana bu yerda qaranglar. Pastni o'tdi dedik, to'g'rimi? Pastni o'tdi dedik. Quarter past 15 minut o'tdi dedik, to'g'rimi? Half pastni yarim soat o'tdi dedik, to'g'rimi? Endi bizda past emas, to degani bor ekan. Demak, misol uchun qaraymiz. To degani takam degan ekan. Takam degani. Mana misol uchun ko'rib chiqamiz. 20 takam 9 deyishimiz uchun biz 20 takam 9 deyishimiz uchun endi qarang. Aytamiz 20 takam 9 deb aytamiz. It is 20 ni yozaman. 20 takam deyishimiz uchun 22. Ko'rdingizmi? 22. Endi 20 takam 10. Mana ko'rdingizmi? It is 20 to 10. Ya'ni mana
22 degani, mana yerda yozaman. 22 degani 20 takam degani. 20 takam degani. Ko'rdilaringmi? Demak, nechiga tu qo'ysak, o'sha shuncha takam bo'ladi. Misol uchun 10 takam bo'lsa 10 tu bo'ladi. Mana shu yerda it is 22 10. Nima o'sha 10 qayerdan keldi? 20 takam 10 bo'lyapti-da. O'sha demak bizda bu 20 ham yetmayapti 10 ga degani. Tushunarli? Endi bolalar qarang, 20 takam 10 deb aytdik. Endi xuddi shuni hozir bizda boshqacharoq ko'rib chiqamiz. 9 u 45 ni ko'rib chiqamiz. Demak, 9 u 45 ni ko'rib chiqamiz. Birinchi holati 9 u 45 deb aytamiz. Birinchi holati 9 u 45 ni o'zini aytamiz. It is 9 45. It is 9 45. 9 u 45. Ko'rdingizmi? It is 9 45. Bir narsa aytib o'taman, bolalar. Kichkina sonlarni birga aytayotgan paytimizda, masalan, qo'shiladigan joy, masalan, 45 desak, 45 deb aytyapmiz-ku. O'sha 40 bilan 5 o'rtasida har doim chiziqcha bo'lishi shart. Bu qonuniyat bu. Ya'ni 21 desam 20 yozilib, keyin chiziqcha 1 deb yoziladi. Tushunarli? Demak, masalan, 36 bo'lsa, 30 yozib, chiziqcha 6 yozilishi shart. Bu qonuniyat. Demak, it is 9:45. 9:45 bo'ldi. Endi ikkinchi holatni ko'rib chiqamiz. Ikkinchi holatni ko'ramiz hozir. Ikkinchi holatni aytamiz. Hozir it is deb yozamiz avval. It is 45 minut o'tdi 9 dan deb aytamiz. 45 minut o'tdi 9 dan. Demak, 45 ni yozamiz. Demak, 45 45 qo'shayotganimiz albatta chiziqcha bo'ladi. 45. Chunki 45 aytganimiz albatta chiziqcha bilan yozishimiz shart. It is 45. 45 minut o'tdi deymiz. Endi minutda aytishimiz shart emas. Aytsak ham hech nima qilmaydi. 45 minutes past desak ham bo'ladi. 45 past deb yozamiz. Ko'pincha aytilmaydi. 45 past. Nechidan o'tdi? 9 dan o'tdi. Demak, it is 45 past 9. 45 da o'tdi 9 dan bo'lyapti. Ko'rdingizmi? 45 o'tdi 9 dan bo'lyapti. Endi 3-holatni qo'yib chiqamiz, bolalar. Mana 3-holat deb bitta. 3-holati yozamiz. Mana it is qaranglar. Endi 15 takam 10 bo'ladi-da bu. 45 o'tdi 9 dan dedik. Endi 15 takam 10 bo'ladi. 15 takam 10 deyishimiz uchun takamimiz mana takam degani tu degani. To'g'rimi? Demak, biz 15 takam deb aytamiz. Avval 15 deb yozamiz. 15. Ana 15 takam deyishimiz uchun tu qo'yamiz. 15 tu. Nechida 15 takam nechi? 10. 10 deb yozamiz. 10. 15. It is 15 to 10. 15 takam 9 bo'ldi. Ko'rdingizmi? Endi bolalar, xuddi shuni 15 ni boshlamay aytganim, 15 minutes degani quarter degani. Ya'ni biz 15 to ni 100% quarter to bilan ham o'zgartirishimiz mumkin ekan. Demak, mana yerda ko'ramiz 4-holatini. Xuddi shuni it is quarter to 15 takam bo'lyapti. Ko'rdingizmi? 10. Quarter degani bu yerda 15 bo'lyapti. Xuddi shu narsa, faqat quarter to 10 bilan yozyapman. Demak, menimcha tushunarli bo'lyapti. Endi yana ko'rib chiqadigan narsamiz, yana bitta ko'rib chiqadigan narsamiz. Mana misol uchun 13 dan 13:03 deylik. Kichkina sonlar deylik. 13:03 deylik. Birinchi holatni ko'rib chiqamiz. 13:03. Birinchi holatni ko'ramiz demak. Birinchi holatida 13:03 deb aytamiz. It is 13
it is 13. Demak, 3 minutni bolalar 13:03 deyishimiz uchun biz aytishimiz mumkin. 13:0 o deb aytamiz ekan bolalar. 13:03. Demak, biz mana yerda 0 ni o deb ketishimiz mumkin ekan deymiz. It is 13 13:03. 13:03 bo'ldi. Ko'rdilaringmi? Endi ikkinchi holatda kichkinagina raqamchalarda biz bemalol ishlatishimiz mumkin minutlarni. Demak, it is 3 minut o'tdi deb aytamiz. 3 minutes past 13. O'sha desak ham bo'ladi. Tushundilaringmi? 3 minut o'tdi 13 dan. 1 deb ketsak ham bo'ladi, farqi yo'q bu narsani. Tushunarlimi? Demak, mana biz ko'rib chiqdik, o deb aytdik. Yana ko'rib chiqadigan narsalarimiz bor. Mana misol uchun, rovna 12:00 bo'lsa. 12:00 da it is midday desak bo'ladi. It is midday degani rovna 12 degani. Tushunarli? It is bemalol aytishimiz mumkin. It is 12 o'clock desak ham xato bo'lmaydi albatta. It is 12 o'clock bilan it is midday bir xil narsa bolalar. Bir xil narsa. It is midday deganda demak siz rovna 12:00 da tushunasiz. Demak, bizda agar kechqurungi bo'lsa-chi 24:00 bo'lsa-chi, misol uchun 24:00 yoki 00:00 bo'lsa-chi, bir xil narsa, to'g'rimi? Ikkalasi. Bu holat bo'ladigan bo'lsa, biz buni bemalol it is midnight deb aytamiz. Midnight. Ya'ni yarim tun degani, midnight degani yarim tun degani. Demak, yana ko'rib chiqamiz bolalar, midnightni aynan 12 bo'lishi shart emas. Yana bir narsa ko'rib chiqamiz bolalar. Masalan, kechqurungi 11 bo'lsa-da, 11:20 bo'lsa, yo'q, 11:20 deylik. 11:20 bo'ladigan bo'lsa, biz bunday deyishimiz mumkin. It is 20 past 11. It is 20 past 11. Hozir yoki aytishimiz mumkin. It is 11:20 at night. Tushunlaringmi? Ya'ni tungi 11:20 bo'lyapti. It is 11:20 at night. Ya'ni 11:20 tundagi 11:20 bo'lyapti. Endi yana ko'rib chiqadigan narsamiz nima? Bizda yozilgan nimalar turadi? Masalan, AM turadi bolalar. Misol uchun 11 AM degani ertalabki degani. Misol uchun 1:00 turgan bo'lsa-da, misol uchun 1:00 turgan bo'lsa agar, u PM turgan bo'lsa agar, bolalar bu past minut deganda, xuddi bu obeddan keyingi vaqtni ko'rsatgan bo'ladi. Tushunarli? AM ertalabki, PM esa obeddan keyingi vaqtni ko'rsatgan bo'ladi. Demak, yana ko'rib chiqadigan narsalarimiz shuki, demak,
o'tkazamiz endi. Demak, endi bizda about degan narsa bor. Nimada soatlarda about degani yoki almost deyarli degan ma'noni bildiradi. Deyarli degan ma'noni bildirar ekan. Ya'ni ko'ramiz. Mana misol uchun qarang. Misol uchun soat 12:28 bo'lyapti. To'g'rimi? 12:28. 12:28 ni nima deymiz? 12:28 nimdek ko'rganda 12:28 deymizda. Deyarli 12:30 deb aytasiz, to'g'rimi? Xuddi shuni biz aynan aniq vaqtda 12:28 deyishimiz mumkin. 28:12 dan deyishimiz mumkin, lekin biz u narsa o'tib bo'ldik. U narsa haqida gap ketmayapti hozir. Aynan 2 minut yetmayotgani haqida gapiryapti. Agar 12:28 bo'lsa, siz bemalol uni it is almost yoki it is almost yoki about half past 12 deyishingiz mumkin. Ya'ni yarim soat o'tdi, deyarli yarim soat o'tdi 12 dan deyishingiz mumkin. Yoki ikkinchi holati yoki aytishingiz mumkin it is almost yoki about it is almost about yoki almost yoki about 30 past 12 deyishingiz mumkin. 30 minut o'tdi. It is almost about 30 past 12, ya'ni deyarli 30 minut o'tdi 12 dan deyishingiz mumkin. Yana uchinchi holati prosta deyarli 12:30 deb aytishingiz mumkin. Uni qanday ko'ramiz? It is almost, ikkalasidan bittasi ishlatiladi albatta bolalar. Almost keyin drop about 12:30 deyarli 12:30 deb aytsak bo'ladi. Demak, xuddi shu holatlarni xuddi shu nearly desak ham bo'ladi bolalar. About ni yoniga, almost ni yoniga yana nearly ni ham qo'shsak bo'ladi. Esimga tushib qoldi hozir. Nearly. Demak, nearly ham xuddi shunday, xuddi mana aytdim about o'rniga mana nearly ni ishlatsak bo'ladi. Bemalol shunisi deyarli. Mana about yoniga yana qo'yamiz bu yerda nearly. Demak, mana sizga bo'ldi 3 xil holatda yoki it is almost half past 12 deyishingiz mumkin, it is about half past 12, xuddi shuni aytib ketishingiz mumkin. Demak, keyingisiga o'tamiz. Endi misol uchun yana nima deyishimiz mumkin? Xuddi shu holatda qanday ko'rib chiqishimiz mumkin? Misol uchun, agar soat 10 любой formada aytishimiz mumkin. 13 bo'lsa-chi, 13 bo'lsa-chi, misol uchun 13. Buni qanday aytishimiz mumkin? Birinchi holatda bolalar, biz buni 10 dan 13 minut o'tdi deyishimiz ham mumkin. Bularni o'tib bo'ldik allaqachon, bular bizga qiziq emas. O'sha bular o'tib bo'ldi, 13 minut o'tdi 10 dan ham deb aytishimiz. Bular bizga umuman qiziq emas. Bizga hozir faqatgina
almost, about, nearly'ni ishlatish haqida gap ketyapti. Demak, biz birinchi holatni ko'rib chiqamiz. Birinchi holatida aytamiz. Dearly undan 15 minut o'tdi deb aytamiz. Dearly undan 15 minut o'tdi. It is dearly uni 15 deb aytamiz. Birinchi holat it is. Boyagida nearly almost yoki about ishlatamizda. Endi uni 13 deb aytamiz. 10 13. Demak, 10 13 bo'ldi. Xuddi shuni mana buni kopiya qilaylik. Demak, hozir ikkinchi holatni, demak it is hozirgida nearly, almost yoki about qisqa qilib yozdim. Kopiya qilib olmadim, hali ishlatish uncha yaxshi bilmayapman. Demak, it is nearly, almost, about. Sorry, men 10-13 deb yozibman. Albatta 10-13 bo'lmaydi, 10-15 bo'ladi. Chunki dearly anaqa 15 bo'lyapti. 15. Dearly uni 15 deb aytyapmiz, to'g'rimi? Endi bu yerda dearly 15 minut o'tdi undan deb aytamiz. 15 minut o'tdi undan deb aytamiz. 15 past 10. Dearly 15 minut o'tdi undan deb aytyapmiz. Demak, uchinchi holatni ko'ramiz. Kech yozyapman, shuning uchun sal anav qilyapman bolalar. It is deb yozamiz. Boyagida nearly, almost and about deymizda. Demak, 15 pastni, men sizlarga 15 pastni tepada aytgandim. 15 past teng quarter pastga teng dedim. Quarter past 10. Quarter past bilan 15 past bir xil. Quarter 15 degani, 15 minut o'tdi degani, 15 past ham bir xil narsa. Faqatgina xohlasa, endi listening qilayotganda xohlasa 15 past deydi, xohlasa quarter past deyishi mumkin. Demak, endi buni ko'rib chiqdik. Endi men bilan tengma-teng yozib ketishingizni maslahat beraman, yaxshilab tushunishingiz uchun. Endi mana yerda ko'rib chiqamiz. Bizda takamlar ham bor edi. Mana misol uchun takamlarni ko'ramiz. Misol uchun 20 43 deylik. 20-43. Demak, 20-43 ni biz aytishimiz mumkin. Bolalar qaranglar, aniq menga hozir 20 dan 43 minut o'tdi, 43 minut o'tdi 20 dan deganlar kerak emas, chunki uni o'rganib chiqdik boyagida. Endi faqat biz dearly 20-45 deb aytamizda, chunki 2 minut yetmayapti-ku, biz uni aytib o'tirmaymiz. Dearly 20-45 deb aytamiz. Demak, it is nearly, almost deb aytamiz. Nearly, anolar qolgan yozib o'tirmadim. It is nearly 20-45 deb aytamiz. 20 45. Mana ko'ryapsiz, 45 o'rtasiga chiziqcha qo'yapman. Demak, bu dearly 20-45 bo'ldi. Endi xuddi shuni aytamiz. Dearly 15 da kam 9 deb aytadi. Dearly 15 da kam 9 bo'ladi, shunda to'g'rimi? It is nearly 15 da kam 9. 15. Endi 15 da kam degan 15 degan, to'g'rimi? 9. 15 da kam 9. Endi xuddi shuni 15 ni
quarter qilib yozamiz. 2 qilib, ya'ni 3, uchinchi holati bu. Uchinchi holati deb aytamiz. It is nearly quarterni 15 ni quarter deb yozamiz. Endi quarter 15 degani quarter 15 to bilan quarter to bir xil narsa. Quarter to 9. Deyarli 15 ekan. Demak 15 ekan 9 bo'lyapti. Demak, buni bilib oldik. Endi yana boshqacha holatni ko'rib chiqamiz. Demak, bolalar endi just afterni ko'ramiz. Just after nima degani? Just after degani. Sorry. Endigina o'tdi degan. Endigina o'tdi degani. It is just after degan endigina o'tdi degani. Demak, qaraymiz. Endigina o'tdi degan ham ikkinchi nima o'tkazib yuborsak bo'lar ekan. Mana just after degan endigina o'tdi degan. Endi nima degani endigina o'tdi degani? Misol uchun 2:02 bo'lib tursa-da bolalar. Misol uchun biz uni aytishimiz mumkin. It is 2:02 deyishimiz mumkin. 2 minut o'tdi deyishimiz mumkin. Yoki 2 minutes past 2 deyishimiz mumkin. 2 minut o'tdi 2 dan deyishimiz mumkin. Yoki prosta uni endigina 2 dan o'tdi deb o'zimiz ham o'zbek tilimizda aytamiz. Xuddi shunday aytishimiz mumkin. U bunday yoziladi. It is just after 2 o'clock. Endigina soat 2 dan o'tdi degan. It is just after 2 o'clock. Endigina soat 2 dan o'tdi degan. Endi ikkinchi holatni ko'rib chiqamiz. Endi 2 misol uchun 16 bo'lsa-chi, 2:16 bo'lsa-chi yoki 8:32 bo'lsa-chi, misol uchun 8:32 bo'lsa-chi yoki yana 9:47 bo'lsa-chi, misol uchun. Ko'ryapsizmi? Prям anaqangi nima deydi bularni? Maydalashadiganday. Maydalashib o'tirmaysizda unaqa holatda. Xohlasangiz aytaverasiz 2:16 deyish ham xato emas. Biz ular o'rgandikda, bularni endi just after bilan ishlatishimiz mumkin. Demak, just afterni bu yerda ishlatishimiz uchun 2:16 deyishimiz uchun avval it is yozib olamiz. It is endigina 15 minutdan endigina o'tdi. 2:15 dan endigina o'tdi deb aytamizda. Shunday aytamiz. It is just after 2:15. Endigina soat 2:15 dan o'tdi deb aytyapti. Ko'ryapsizmi? Yoki ikkinchi holatni ko'rib chiqamiz. Bu birinchi holati bo'ldi, bolalar. Birinchi holati bo'ldi. Endi ikkinchi holatni ko'ramiz. Ikkinchi holati it is just after. Endi 15 minut o'tdi 2 dan deb aytamizda. It is just after 15 past 2. Endigina 15 minut o'tdi 2 dan bo'ladi. Endi uchinchi holati, ya'ni o'sha 15 ni quarter deb aytish bo'ladi. It is just after
quarter past 2 bo'ladi. Endi quarter 15 degani xuddi shunday bo'ladi. Mana 3 xil holatda yozdik. Just after endigina 15 minutdan o'tdi deb aytyapti. Tushunarli? O'z holatida ham aytsak to'g'ri, bolalar. Bo'lsa biz hozirlar bilan boshqacharoq yo'lni o'rganyapmiz. Endi 8:30 ni qanday aytishimiz mumkin? Endigina 8:30 dan o'tdi deb aytamizda. Demak, birinchi holatni ko'ramiz bu yerda. It is endigina o'tdi. Just after. It is just after. 8:30 dan endigina o'tdi. 8:30 deb aytamiz. 8:30. Endigina 8:30 dan o'tdi bo'lyapti. Endi ikkinchi holatni ko'ramiz. Ikkinchi holati mana ko'ramiz. Ikkinchi holat it is just after. Bu sizga half pastni yarim soat o'tdi degandik. Xuddi shuni it is just after half past 8 bo'ladi. Endigina 8:30 dan o'tdi bo'lyapti. Ko'ryapsizlar-a? Endi uchinchi holatni ko'ramiz. Uchinchi holati it is just after. Endi half past emas, 30 minut o'tdi deb aytamiz. 30 past 8. Endigina o'tdi 8:30 dan bo'lyapti. Ko'rdilaringmi? Just after degan endigina. Endi 9:47 ni ko'ramiz. Birinchi aytamiz. Endigina 9:45 dan o'tdi deb aytamiz. It is just after 9:45. Demak, endigina 9:30 dan 9:45 dan o'tdi deyapmiz. Bu birinchi holati albatta. Birinchi holati. Endi ikkinchi holatni ko'ramiz. Ikkinchi holatida, ikkinchi holat it is deb aytamiz. Is qo'yibman. It is just after yozamiz. Just after 9:45 emas, 45 minut o'tdi. Endigina 45 minut 9:45 da endigina o'tdini boshqacharoq it is just after 45. O'zbekchasiga to'g'risi perevod qila olmadim. 45. It is just after 45 past 9 bo'ladi. Endigina 45 minut 9dan 45 minut o'tdi 9 dan. Oshdi demoqchida. Endi uchinchi holatni xuddi shuni aytamiz. Uchinchi holat it is ketmay tur. It is just after tugab qoldi. It is just after. Endi after endi 45 minut o'tdi demaymizda 15 endigina mana 15 daqiqamdan endigina o'tdi deb aytamizda. 15 daqiqamdan. It is just after 15 to 10 bo'ladi. 15 daqiqam ondan endi o'tdi bo'lyapti-da. 15 to ni quarter to ham deyishimiz mumkin. 4-holati. Demak, 4-holati. It is just after quarter to 10. Mana shu holat bo'ladi. Demak, sizlarga yana uyga vazifa beraman. Hozir голосовой qilib tashlab qo'yaman uyga vazifalarni. Demak,